Aka, kesa olmaysiz 1000 gram qilib. Shoshilma, kesaman. 1000 gram xolosmi? Shunchalik o'zingizga ishonyapsizmi aka? Bo'lib pichoq bering, kesishga ko'rsataman sizni. Naringizni ko'rib qo'yaylikchi. 1000 gram go'sht kesish rubrikamizda birinchi ishtirokchilari kelgan. Hozir sinab ko'ramiz, qani kesa oladilarmi yoki yo'qmi. Aka, 500 ming tayyor. Hozir sinab ko'ramiz. Qani? Nima deysiz? Kesa olasizmi yo'qmi? Yo'q, ko'rasiz go'sht kesishni. Kesib ko'rganmiz oldin ham? Yo'q, birinchi marta. Mo'ljal bor. Mo'ljal. Ammo bir marta, bir urinishda, aka. Kesib olavering bemalol, kam ko'pini. Ikki marta, 3 martalab o'lchab ko'ring, xohlaganingizcha bemalol. Tayyormisiz? Yeyish oson-a? Bo'ldi. 500 ming tayyorlasiz. 500 ming tayyor. Voy. Akamiz ozgina mayli 200 gram adashdilar, 200 gram adashdilar. To'g'risi yaxshi emas ekan. Yo'q, sizni qo'lingizdan. Ko'rib turganingizdek, birinchi ishtirokchimiz 1000 gram go'sht kesib bera olmadilar. Agar da'vogarlar bo'ladigan bo'lsa, sovrin sizlarni kutmoqda.